Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman. Men bugun sizlarga Chegarasiz bir deb nomlangan filmning qisqacha sharhini aytib beraman. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Chegarasiz bir insoniyatni birlashtiradigan chegaralar va milliy o'zgaruvchilardan ustun turuvchi mavzularni o'rnatadigan ta'sirli va dramatik asar. Film do'stlik, birdamlik, muhabbat va insonning haqiqiy qadriyatlari haqida hikoya qiladi. Filmning syujeti. Film harakatlari dunyoning turli burchaklarida bir-biriga mutlaqo farqli hayot kechirayotgan insonlar atrofida aylanadi. Asosiy qahramonlar urush, ijtimoiy adolatsizlik yoki qiyin sharoitlarga qaramay o'z orzularini amalga oshirishga harakat qilayotgan oddiy odamlar. Filmning nomi Chegarasiz bo'lishining sababi esa hikoyada insonlar millat, til, din va hududiy chegaralarni yengib, o'zaro tushuncha va hamjihatlikka erishishga harakat qilishadi. Syujetda bosh qahramonlarning hayotiy yo'llari bir nuqtada kesishadi. Ularning har biri o'zining ichki kurashi va tashqi to'siqlarini yengish orqali o'z taqdirlarini o'zgartiradi. Har bir voqea epizodi tomoshabinni insoniyat birdamligini anglashga chorlaydi. Filmning o'ziga xos xususiyatlari. Rejissyorlik ishlari. Rejissyor insoniyatning turli tomonlarini yorqin tarzda tasvirlashda katta mahorat ko'rsatgan. Kamera harakatlari va tasviriy detallarning go'zalligini, filmning hissiy ta'sirini ko'rishingiz mumkin. Tematik mazmuni. Filmda muhabbat, birdamlik, umid va inson qadr-qimmati kabi mavzular markaziy o'rinni egallaydi. Qahramonlarning tajribasi orqali tomoshabin global muammolarni chuqurroq anglash imkoniyatiga ega bo'ladi. Aktyorlik mahorati. Har bir qahramonning hissiyotlari va shaxsiy hikoyasi tomoshabin yuragiga yetib boradigan darajada kuchli ijro etilgan. Aktyorlarning samimiy o'yini voqealarga ishonch uyg'otadi. Chegarasiz bir filmi insonning asosiy maqsadi faqatgina o'zini emas, balki boshqa insonlarni ham tushunish va ularga yordam berish ekanini ko'rsatadi. Film tomoshabinga insoniyatning yagona birdam kuchi ekanligini eslatadi va har qanday farqlarga qaramay birdamlik kuchini qadrlashga chorlaydi. Film haqida qisqacha xulosa. Agar siz global muammolar va insoniylik haqida chuqur o'ylashga undovchi filmlarni yoqtirsangiz, Chegarasiz bir filmini tomosha qilishni tavsiya etamiz. U hissiyotlarga boy va mazmunli, hayotiy ta'sirli bo'lgan asar sifatida uzoq vaqt xotirangizda qoladi. Ushbu filmni Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Film haqida qisqacha sharhimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Бордерлесос-1 – трогательное и драматическое произведение, исследующее темы, объединяющие человечество и выходящее за рамки границ и национальных различий. Фильм рассказывает историю о дружбе, солидарности, любви и истинных человеческих ценностях. Сюжет фильма, действие фильма разворачивается вокруг людей, живущих совершенно разными жизнями в разных частях света. Главные герои – обычные люди, пытающиеся осуществить свои мечты, несмотря на войну, социальную несправедливость и сложные обстоятельства. Фильм называется «Без границ», потому что в его сюжеты люди преодолевают национальные, языковые, религиозные и территориальные границы и стремятся достичь взаимопонимания и гармонии. По сюжету жизненные пути главных героев в какой-то момент пересекаются. Каждый из них меняет свою судьбу посредством внутренней борьбы и преодоления внешних препятствий. Каждый эпизод истории бросает вызов зрителю, побуждая его осознать единство человечества. Особенности фильма – режиссерская работа. Режиссер проявил большое мастерство в ярком изображении различных аспектов человеческой жизни.
Красота движений камеры и визуальных деталей усиливает эмоциональное воздействие фильма. Тематическое содержание, такие темы, как любовь, солидарность, надежда и человеческое достоинство, занимают центральное место в фильме. Благодаря опыту персонажей зритель получает возможность глубже понять глобальные проблемы. Актерское мастерство, эмоции и личная история каждого персонажа переданы с большой силой. Достигая сердец зрителей, искренняя игра актеров вселяет уверенность в происходящее. Фильм «Без границ 1» показывает, что главная цель человека – не только понять себя, но и понять других людей и помочь им. Фильм напоминает зрителю, что человечество – уникальная объединяющая сила, и призывает ценить силу единства, несмотря на любые различия. Заключение. Если вам нравятся фильмы, заставляющие глубоко задуматься о глобальных проблемах и человечестве, рекомендуем посмотреть «Бордерлес 1». Оно надолго останется в вашей памяти как произведение, наполненное эмоциями, смыслом и жизнеутверждающим. Это наш краткий обзор фильма. Спасибо за ваше доверие. Оставьте свои мысли в комментариях. Borderless 1 is a touching and dramatic work that explores themes that unite humanity, transcending borders and national variables. The film tells the story of friendship, solidarity, love and the true values of man. Plot of the film's action unfolds around people living completely different lives in different parts of the world. The main characters are ordinary people trying to fulfill their dreams, despite war, social injustice or difficult circumstances. The reason for the name of the film is Borderless, is that in the story people overcome national, linguistic, religious and territorial boundaries, trying to achieve mutual understanding and harmony. In the plot, the life paths of the main characters intersect at one point. Each of them changes their destinies through their internal struggle and overcoming external obstacles. Each episode of the story invites the viewer to understand the unity of humanity. Features of the film. Directorial work. The director has shown great skill in vividly depicting various aspects of humanity. The beauty of camera movements and visual details enhances the emotional impact of the film. Thematic content. Themes such as love, solidarity, hope, and human dignity occupy a central place in the film. Through the experiences of the characters, the viewer has the opportunity to understand global problems more deeply. Acting skills. The emotions and personal stories of each character are played so powerfully that they reach the heart of the viewer. The sincere play of the actors inspires confidence in the events. The film, Borderless 1, shows that the main goal of a person is not only to understand himself, but also to help other people. The film reminds the viewer that humanity is a single unifying force and calls on them to appreciate the power of unity, despite any differences. Conclusion. If you like films that make you think deeply about global issues and humanity, we recommend watching Borderless 1. It will remain in your memory for a long time as a work rich in emotions, meaningful and life-affirming. This is our brief review of the film. Thank you for your attention. Leave your thoughts in the comments.